fermer bo'lganimga bir 20 yil bo'lgan bo'lsa, 2 yildan beri ifoda kompaniyasi bilan birgalikda ish qilyapman. Bu yil mana paxta hosilini shu 2 yildan beri ifoda kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlikda shularni dorisi bilan ish qilyapman. Bitta hozir paxtamizda eng kamini yashirishning keragi yo'q. 40 ta 41 ta ko'rak olyapmiz. Bularning beraka mahsulotlari juda yaxshi. Mana Smart degan dorisi bor. Uning ichida ammofosi bor, kalisi bor, azoti bor. Uni paxta ekishdan oldin sepiladi, beriladi qator orasiga. Juda foydasi ko'p ekan. Bularning boyagi suspenza bo'yicha berilayotgan nima kalifos degan dorilar bor. Ko'sak juda kattaradi. Paxtani ko'rasiz. Hozir masalan 9 ta 10 tagacha paxtada chigit bo'layotgan bo'lsa, juda to'liq. Juda hosillar 45-50 sentrgacha olyapmiz. Men masalan hammaga ham tavsiya qilaman, lekin o'zimda sinab o'tkazgan narsam, mana shu ifoda kompaniyasi bilan ishlayapman. Haqiqatan hosildari zo'r. Bularning dorisiga haqiqatan ishonch zo'r. Smartbet 820.01 juda zo'r dori. Ichida hamma mana shu paxta uchun, hosillar uchun hamma narsa bor. Azot dorimi kerak emas, uning ichida hamma mahsulot bor. Men shu ifoda kompaniyaga hech qachon qoyil qolmaganman. 2 yildan beri shu bilan ishlayapman. G'allamni masalan bu 90 sentrdan oldim. 90 sentrdan oldim. Paxtani mana 50 sentrga 45, 47, 50 sentrda olyapmiz paxtani. Juda zo'r. Hosillar juda yuqori. Men bundan keyin ham 10 yil bo'ladimi, 15 yil bo'ladimi, faqat ifoda kompaniyasida ishlayman. Berayotgan dorilarning miqdori to'liq qo'shilgan. Umuman yolg'on yo'q ifoda kompaniyada. Men masalan ko'rdim. Hammaga tavsiya qilaman buni. Buni yashirishni keragi yo'q. Men o'zimni boshidan o'tkazganman. Men avval juda qiynalganmiz, ammo postlar juda zo'r. 821 dorisi juda zo'r dori ekan. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Surxondaryo viloyati Qidiriq tumanidagi Bobotiqqan Sag'avati fermer xo'jaligining dalasida turibmiz. Bu fermer xo'jaligi bizning eng oldi fermerlarimizdan hisoblanadi. Va bu fermerimiz to ko'chat ekishdan to hozirgi jarayongacha 100% ifoda kompaniyasi bilan birgalikda, hamkorlikda ishlab kelmoqda. Mana ekish jarayonida chigitlarni ifosit bilan dorilangan, undan tashqari bizning patex, keyin hasharotlarga qarshi dorilarimizdan foydalangan, entas bilan dorimizdan. Mana endi juda yuqori hosil, bugungi kunda yuqori hosilga erishib turibdi. Bir tup paxtada 42 ta hosil paxta ochilgan. Yana mana ko'rib turibsiz 4 ta ko'sak ochilmasin turibdi. Ifoda kompaniyasining o'ziga mos shiori bor. Ifoda birgalikda yetishtiramiz. Biz ham shu shiorga amal qilgan holda hammalaringizni shu ifoda kompaniyasi bilan birgalikda ishlashga tavsiya qilib qolamiz.